Yoshlarni kasb-hunarga o'rgatishda professional ta'lim tizimi muhim o'ringa ega. O'rta bo'g'in kadrlarini tayyorlash, ularni ixtisosligidan kelib chiqib doimiy ishga joylashtirish ishlari Jizzax viloyatida ham manzilli tashkil etilgan. Mavzuni muxbirimiz Alisher Zoidov Yangiobod tumanidagi kasb-hunar maktabidan tayyorlangan lavha orqali davom ettiradi. O'zbekiston 2030 strategiyasining 6-maqsadi professional ta'lim tizimini rivojlantirish orqali o'quvchilarni zamonaviy bilim va ko'nikmalarga o'rgatish sifatida belgilangan. Jizzax viloyatida 22715 o'ringa mo'ljallangan 34 ta professional ta'lim muassasasi faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, shundan 15 tasi kasb-hunar maktabini tashkil etadi. Yangiobod tuman kasb-hunar maktabi ham shular jumlasidan bo'lib, 250 nafarga yaqin o'quvchi kasb-hunar egallab kelmoqda. Yangi o'quv yilidan boshlab tumandagi 19 umumta'lim maktabining 9-sinf o'quvchilarini 6 ta yo'nalish bo'yicha kasb-hunarga o'rgatish va ta'lim-tarbiya berish maqsadida ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Professional ta'limimizga prezidentimizning e'tiborini kuchayganligini ko'rib turibmiz. Ayniqsa yoshlarga kasb berish, ularni ertaga oylik ta'limga yoki bandligini ta'minlash bo'yicha ish joyini aniq qilib qo'yish dolzarb masala qilib ko'tarilgan. Yangi o'quv yilidan ikkita shu dual ta'lim yo'nalishi bo'yicha ham tikuvchilik ochmoqchimiz. Payvandlash ishlari bo'yicha mutaxassislik tayyorlashga dual ta'lim ochmoqchimiz. O'quv jarayonida biz o'quvchilarni ham jihozlardan to'liq foydalanishiga birinchidan, ikkinchidan kelajakdagi yo'nalishni inobatga olgan holda, ya'ni oliy ta'limga boradimi yoki kasb bo'yicha ishlaydimi? Ana shu tomoniga e'tibor qilgan holda kasb-hunar maktabimiz tarkibida o'quv markazi ochganmiz, oliy ta'limga tayyorlaymiz. Har yili ana shu oliy ta'limga tayyorlash jarayonida o'quvchilarda reytingi, har haftalik reytingi yuritilib, hozirgi kunda oldingi yilda bitirgan o'quvchilarimiz 32% oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirgan. Bu yil shu ko'rsatkichni undan ham yuqori darajaga ko'tarmoqchimiz. Yangiobod tumanidagi kasb-hunar maktabida payvandlash yo'nalishida Sunnatullo Ergashev kabi 50 nafar yoshlarimiz bugungi kunda kasb-hunarga ega, undan tashqari doimiy ish o'rniga ham ega bo'lyapti. Sunnatullo, bugungi kunda tahsil olish jarayonlari qanday bo'ldi va qayerga ishga joylashdingiz? 2 yil davomida men hozir bu kasb-hunar maktabida o'rgangan hamma bilim va ko'nikmalarimni hozirda Yangiobod tumanida tuman gaz korxonasida yaxshi payvandchi bo'lganim uchun ular meni amaliyot shartnomam tugagandan so'ng ishga ham olish shartnoma imzolaganmiz. Hozirda bular kasb-hunar maktabida menga hamma sharoitlar yaratib berilyapti. O'qishni bitirib, diplomni olganimdan so'ng ish bilan ham ta'minlashyapti. Ochiq eshiklar kunida ishtirok etgan o'quvchilarga kasb-hunar maktabining to'liq quvvati va imkoniyatlari haqida ma'lumot berildi. Ta'lim muassasasida 2024-2025 o'quv yilidan boshlab avtomobillarni ta'mirlash ishlangan, avtomobillarning yurish qismiga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash, payvandchi, tikuvchilik, raqamli axborotlarni qayta ishlash ustasi, yig'ruv ishlab chiqarish operatori kabi yo'nalishlarda tahsil olishi rejalashtirilgan. Mazkur yo'nalishlarga o'quvchilar hozirdanoq katta qiziqish bildirmoqda. Biz kasb-hunar maktabiga ochiq eshiklar tadbiriga keldik. Biz bu yerda har bir sharoitlarni, har bir sohalarni o'rganib chiqdik. Bu yerda tikuvchilik, haydovchilik, kompyuter, payvandchilik sohalari bor ekan. Menga shu sohalardan tikuvchilik sohasi yoqdi. Shu sohada men o'zim keyingi yil kelib, o'qish jarayonimni olib bormoqchiman. Bu maktabda sharoitlari yaxshi, elektron doska, har bir narsalari elektron, o'zi zamonaviy qilib jihozlangan. Yotoqxonalari ham bor. Chetdan kelgan tengdoshlarimizga yotoqxonalari ham chiroyli, shinam qilib tayyorlangan. Bu yerda oliy ta'limga tayyorlov kurslari orqali o'qishga kirishimiz ham mumkin ekan. Ahamiyatli jihati, bitiruvchi yoshlar mutaxassisligidan kelib chiqib, doimiy ish o'rniga ega bo'lishmoqda. Tumandagi 60 ga yaqin tashkilot va korxonalar bilan, fermerlar bilan tuzgan shartnomalarimizga asosan hammasi o'z joylarida kasb-hunar maktabidan biriktirilgan ishlab chiqarish ta'lim ustalari, shu tashkilot va korxonalardan biriktirilgan mutaxassislar yordamida ishlab chiqarish amaliyotini o'tayapti. Muhtaram prezidentimizning talablari ham xuddi shu. Kasb-hunar maktablarini tashkil qilish, bu o'rta bo'g'in ishchilarga bo'lgan ehtiyojni so'ndirish, kamaytirish. Maqsadimiz o'quvchilarni kasbga o'rgatish va davomida ishga joylashtirish. 2 yil davomida o'qib kelayotgan bo'lsam, o'qituvchimiz Abdulhamid va Gulchehra opa bizga tikuvchilik sohasi bo'yicha tikuvchilikning barcha sirlarini o'rgatib kelmoqdalar. Men ushbu tikuvchilik sohasini tanlaganimdan afsuslanmayman. Qolgan yoshlarga ham taklif qilaman. Men kelajakda tikuvchilik sohasi bo'yicha tikkan o'z liboslarimni dizayner sifatida namoyish qilaman. Nafaqat amaliyot, balki biz shu yerda ishlab daromad olsak bo'ladi.
Ruxshona kabi tikuvchilikka qiziquvchi o'quvchilar tumandagi Balandshahar tekstil, Zilol Gold tekstil, Balandshahar kelajagi xususiy korxonalari bilan oldindan tuzilgan shartnomalar asosida ishlab chiqarish amaliyotini o'tab, doimiy ish joyiga va daromadiga ega bo'lmoqda. Professional ta'lim tizimining natijadorligi ham shu aslida.